Futbol bo'yicha Pro Liganing 10-tur bahslari deyarli yakuniga yetdi. Navbatdagi kunda ikkita bellashuv bo'lib o'tdi. Ularning dastlabkisida vohaning ikki vakili Buxto va Terdo o'zaro ro'baro kelishdi. Uchrashuvda Azamat Sharipov qo'l ostidagi buxoroliklar zafar quchishdi. Birinchi bo'limda maydonda teng kurash kechdi. Har ikki jamoa ancha xotirjamlik bilan harakat qildi. Sekin-asta vaziyatlarga ega bo'lgan mezbonlar tanaffus oldidan hisobni ochishdi. Mazkur holatda Saidjon Ashurov jamoasining tezkor qarshi hujumini ijobiy yakunladi. Ikkinchi taymda esa termizliklar ham ancha faol harakat qilishdi, ammo tajribasizlik pand berdi va bir qancha imkoniyatlardan unumli foydalana olishmadi. Buxto vakillari bor e'tiborlarini himoyaga qaratishga majbur bo'lishdi. Faqatgina kompensatsiya uchun ajratilgan vaqtda natija yana o'zgardi. Aniqrog'i, Terdo futbolchilarining maydon markazida yo'l qo'ygan xatolaridan keyin Muhriddin Shamsiddinov bo'sh qolgan darvozani osonlik bilan zabt etdi va oradagi farqni ikkitaga oshirdi. Shu tariqa qiyin kechgan uchrashuvda muvaffaqiyatga erishgan buxoroliklar mavsumdagi ikkinchi g'alabalarini tantana qilishdi va ochkolar sonini 7 taga yetkazib olishdi. Terdo esa hamon musobaqa jadvalining so'nggi pog'onasini egallab turibdi. Yana bir qarama-qarshilik G'uzordagi markaziy stadionda o'tkazildi va unda Asror Alqulov boshqaruvidagi sho'rtdan Zayniddin Tojiyev ustozlik qilayotgan G'azalkent bilan ro'baro keldi. Uchrashuv tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi taymda jamoalar juda ehtiyotkorlik bilan harakat qilishdi. Shu bois vaziyatlar ham kam yaratildi. Ayniqsa mehmonlar himoyada ishonchli to'p surib, tarkib jihatidan ancha ustun bo'lgan g'uzorliklarga yetarlicha qarshilik ko'rsatishdi. Ikkinchi bo'lim ham deyarli birinchisi kabi o'tdi. 70-daqiqa o'tib borayotganda G'azalkentning so'nggi chiziq vakili Ozodbek Ibodullayev o'yin qoidasini buzgani uchun bosh hakam Akmaljon Rahimov tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka bilan jazolandi. Natijada esa birikishgan bo'lib qolgan Zayniddin Tojiyev shogirdlari o'z omadlarini qarshi hujumdan izlashga majbur bo'lishdi. G'uzorliklar ustozi esa son jihatidagi ustunlikdan foydalanish uchun zaxira kuchlardan foydalandi. Biroq o'yinga qo'shilganlar ham natijaga ta'sir o'tkaza olishmadi. 85-daqiqada maydonga tushganiga ko'p bo'lmagan Ivan Karshunov sho'rtan posboni Nizomiddin Ziyovuddinov dog'da qoldirib hisobni ochdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda esa Karshunov navbatdagi imkoniyatni golga aylantirib dublga erishdi va G'azalkentning ishonchli g'alabasini ta'minladi. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida 10-tur doirasidagi yana bir bahs 14-iyun sanasida Yaypan va Olimpik Mobiuz o'rtasida bo'lib o'tadi. So'ngra Pro Ligada ham tanaffus yuzaga keladi. Hozirda musobaqa jadvalida Aral 26 ochko bilan peshqadamlikni davom ettirmoqda. Ikkinchi o'rindagi sho'rtanda 23 ochko mavjud. Kuchli uchlikni 18 ochkoga ega Lochin yakunlab beradi. Ayni kunlarda futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogining tuman bosqichlari yakunlari, g'olib va sovrindorlar taqdirlanmoqda. Jumladan Toshkent shahrining Olmazor tumanida ham final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Unda tumanning 64 ta mahallasidan shakllantirilgan jamoalar ishtirok etib, sport maydonlarida o'zaro kuch sinashdi. Bir necha bosqichda davom etgan bahslarda ishtirokchilar nafaqat g'alaba uchun, balki o'z mahallasi sharafini munosib himoya qilish uchun ham maydonga tushdi. Mazkur musobaqa yoshlarni sportga keng jalb etish, ular orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish hamda futbol orqali do'stlik va hamjihatlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa mahallalarda istiqomat qilayotgan yoshlarning jismoniy faolligini rag'batlantirish hamda iste'dodli sportchilarni aniqlashda futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Musobaqa davomida har bir uchrashuv keskin va murosasiz kurashlarga boy tarzda kechdi. Final bosqichiga qadar yetib kelgan jamoalar saralash va play-off uchrashuvlarida munosib o'yin namoyish etib, hal qiluvchi bahslarga yo'llanma oldi. Olmazor tumanida Davlat xavfsizlik xizmati kubogining final bosqichi bo'lib o'tmoqda. Bugungi final bosqichigacha Olmazor tumanidagi 64 ta mahalladan iborat yoshlar bellashib, kuch sinashib, bugungi finalgacha ikkita jamoa Olmazor tumanidagi Chimboy va Xislat mahallalari yoshlari yetib kelishdi. Bu Davlat xavfsizlik xizmatining mini futbol, o'g'il bolalar, qizlar o'rtasida mini futbol va katta futbolga Olmazor tumanidagi yoshlar juda ham keng qamrovda ishtirok etishdi va yoshlar yildan yilga futbolga bo'lgan mehri, ular futbolga bo'lgan ishtiyoqi yildan yilga ortib bormoqda. Shuni natijasida ko'rishingiz mumkin, tomoshabinlar ham juda ham gavjum. Bugungi final bosqichi juda ham bir ko'tarinki ruhda, bayramona tarzda bo'lib o'tmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati kubogiga fikrimiz ijobiy. Bir necha yildan beri qatnashib kelyapmiz va bu yoqqa ham qatnashish niyatimiz bor. Shu aytib o'tganimda bu havaskorlar uchun juda ajoyib imkoniyat deb hisoblayman. Chunki hamma yoshligida professional futbolchi bo'lishga harakat qilgan. Biz bu turnir bir tur finaldan boshladik va finalda ham mana ko'rdinglar, g'alaba qozondik. Endi nasib qilsa shahar bosqichiga chiqib, u yerda ham kubok yutish niyatimiz bor. Finalda g'alaba qozonib, undan keyin albatta respublikani mo'ljal qilib turibmiz. O'yin haqida fikr bo'lsa, o'yinni ko'rdik, juda shiddatli o'yin bo'ldi. 3-0 hisobida g'alaba qozondik. 3 golni ham ikkinchi taymda urdik va hamma rahmat aytib qolgan, muxlislar ham tashrif buyurishdi bugun. Tuman hokimlari hamma kelishdi. Bizani ancha podдержка qilishdi deb ayta olaman.
Poytaxtimizning Olmazor tumanida o'tgan musobaqaning yakuniy natijalariga ko'ra, futbol musobaqasida Xislat mahallasi jamoasi faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Chimboy mahallasi futbolchilari ikkinchi, Paxta mahallasi a'zolari esa uchinchi o'rinni egalladi. Mini futbol bahslarida esa Yangi Toshkent mahallasi jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritgan bo'lsa, Gulsaroy mahallasi ikkinchi, Ahil mahallasi jamoasi uchinchi o'rindan joy oldi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindor jamoalar tantanali ravishda taqdirlandi. G'oliblar keyingi bosqich yo'llanmasiga ega bo'ldi. Endilikda birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoalar Toshkent shahar bosqichiga tayyorgarlik ko'radi.